Hop, Fotosetka do'konidagi kunning ikkinchi yarmidagi ishlarimizdan bir mijozimizga qariyb 100 kvadratga suvoq ostidan qo'yish uchun setkalar kerak ekan. Suvoq setkalarida bir nechta turdagilari bor. Bizda mana eng yupqasi mana 25 metrli 1 metr balandlikda bo'ladi va 12 metrli u ham 1 metr balandlikda, bunga nisbatan qalinroq bo'ladi va eng yaxshi suvoq uchun mana Rabisa setkalarni qo'yib yuborishlik bo'ladi va mijozimiz shuni tanladilar. Bu suvoqni qanchalik yupqa qalinligiga ham qarab bo'ladi. Qalinroq va unqur-chunqur joylari ko'p bo'ladigan, suvoq qilinadigan joy bo'lsa, mana shu Rabisa setkadan qo'yib yuborgan ma'qul bo'ladi. Yupqaroq bo'ladigan bo'lsa, narigi prosechka holatidagi ya'ni suvoq setkalardan foydalanib qo'yib yuborsa bo'ladi. Fotosetkaga murojaat qiling. Tavsiya beramiz, qo'ldan kelgancha ma'qulini sizga yetkazib beramiz yoki tashrif buyurishingiz mumkin.